Mana o'sha Xomkan ko'lining atrofida joylashgan kichik ko'l havzalari ana shu yemirilib ketgan. Tagidan mana suv chiqqan mana shuni. Mana ko'rib turganlaringizdek juda xavfli zona bo'lib qolgan. Mana hozir olyapman. Xuddi mana bu vulqon geyzerlariga o'xshab o'sha halqasimon joy hosil qilgan. Mana ko'l atrofida. Tagidan suv chiqib, hech qayerdan kelmaydi, faqat tagidan suv chiqib turadi buni. Bu yerga borma chekkalab turadi. Mana. Juda ham qo'rqinchliroq ekan. Mana qarang. Mana shundoq chiroyli joyda, juda ham chuqur, cho'kib ketgan pastga. Xuddi tagida biron narsa bordek, mana ko'rib turganlaringizdek chiroyli manzara. Ajoyib mana. Farruxboy shofyorimiz. Qo'y. Taxminan yer sathidan bir 50 metrlar chuqurlikda joylashgan joy. Juda ajoyib. Mana ko'rib turganlaringizdek odamlar qorashga ham qo'rqadi. Mana. Yer sathidan 50 metr chuqurlikda joylashgan mana mo'jizaviy joy.